Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kanalimiz podpисчиklari. Bo'ron zaprab kelgan do'stlar, 200 kvadrat hovli joyimiz chiqdi. Bu hovli joyimizni yanındagini chiqardik. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Yanındagini 90 deb chiqardik. Endi ikkinchisi ham bitibdi ekan. Shuni sizlarga ichanlarini tanishtirib ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Esa onda ketdik. Hovli joyimizni ko'rsatib o'tamiz fasad tarafidan. Yine şu hovli joyimiz eling do'stlar. Yine şu hovli joyimiz. Bu yan tarafini tushirib chiqardik. Buni ko'rsatdik do'stlar, 90 ming dollar deb. Endi pojarniy kotlosi sotilajak. Shuni ichanlarini ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Eldilarga kelsak eling do'stlar, burchakkalar urilib, tayyor bo'lib turibdi, kanalizatsiyalar tushib, ham biri tayyor holatida. Eshiklarimiz demir eshikdan qo'yilgan. Garajdan girsak do'stlar, registrlari qo'yilib, oyoq teglari stechka bo'lib, tayyor holatida turibdi. Hamma oq urilib, nastenlik kotyollar ham qo'yilgan endi do'stlar. Bu tarafında yana bir shunchalik sklad etib qo'ysanizlar ham bo'ladi, yo bir sport zal etib qo'ysanizlar ham bo'ladi bu yerni. Ajoyib etib. Bu tarafında bog' qismi bu do'stlar. Yana bu yerda gaz gelib turibdi. Barbekü zona etib qo'ysanizlar bo'ladi bu yerni. Bog' qismi bu yana. Arka tarafdan görünüş. Fasad kısmı. Lesinsaları kuymadan. Bu an tarafta yine düşündüğüm bir haddi bu yana. Bir yan tarafa tapçan koyup durup, bir yan tarafta barbekü zona etip koysanızlar. Bir bir zilyon zona etip versenizler birini. Bir bassin kurup koyas ballı için. Ezzeti demalayıp oturalım yeri. Esa onda dostlar, içan kısmı bilen danıştırıp ötemiz indi. Garajımızdan Svobodniy 2 maşinasi qaldi. Svobodniy qaldi. Garajına. Burchakchalar urib taxlab qo'yibdilar. Lesnitsani ham yana ko'ringlar. Lesnitsasini shunday bir akkuratni deb kafel bilan ikkisini aralashtirib burchakchani ko'k qo'yibdilar. Tayyor holatida bu joyimiz, hovli joyimiz, jihozlari bilan do'stlar. Eshikdan girish qismimiz, demir eshikdan girish qismimiz uchun holimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Holimize girsek, çep tarafımızda şimdi rakvina mestası, rakvinaları akkurat niyeti düzeltilinген, aynaları akvaplastikten koyulgan. Girgenimizde on tarafımızda avtomatları her bir kanala için avtomatlara koyup ötülüngen. Patologuna görünge dostlar. Gips akordonlar figura verip çaylatik koyuptular. Lüstralarım yaxşısından koyulgan. Televizor koyalım mestasına bir vнимание başlasa testler. Birinden müşindim bir de. Çaylatik dizayn bilen zeti koyuptular. Holumuz 3,5 10 metre holumuz. Endi do'stlar, zalimiz bilan tanishtirib o'tamiz, zal qismi bilan. Restorxonamizning zali. Girgandan shunday televizor panellari chiroyli bezatib qo'yibdilar. Patologlari gips akordondan figura bezatilgan. Dekorativ niyatib ajoyib. Televizorimiz qoladi. Devorlarimiz ramkalık mo'ysha bo'ydan qo'yilgan. Ajoyib. Joyimiz hali yaqinda remontdan chiqdi. Hem bir çöplük pol do'stlar. Birinchi, ikkinchi etaj. Aynalarim panoramli oyna, ullu, ak oynadan qo'yilgan. Zalimizning görünüşümüz uchun görünüşte do'stlar. Eshiklarimiz MDF eshikli, oynalı, romik oynalar chiroyli. Endi do'stlar,
Birinchi etajdagi spalnyamizni gösteramiz. Холодильник ham qoladi. Hali ishlatilmagan paket. Spalnyamizni ko'ringlar. Bernamina dekorativniy poboyni ikki boydan aralashtirib uzatib qo'yibdilar. Spalnyasi. Shuning ko'rinishida patologlari o'rtasida natijali patolog gipsakordan figuralar bezatilgan. Lyustralar ham yaxshisidan qo'yilgan. Akvaplastik aynalar qo'yilgan. Hem birimiz töklü pol. Kollektorlar töklü polni. Birinchi etajdagi sanuzelimiz bu do'stlar. Pollari kafiyatilangan, tapatalka kafiyli urilgan. Pataloqi plastik aristollar qo'yilib, tayyor holatida turibdi do'stlar. To'g'ri kiyimingiz bilan girib yashaydi. Endi bir ikki kamchiliklarni olasizlar. Vanna kuxnyasi bilan tanishtirib o'tamiz. Kuxnyasiga girsak, fartuklar urilib, devorlarga mo'ysha bo'ladan qo'yilgan. Patologlarga qaranglar do'stlar. Figuralar bezatilgan, lyustralarni ko'ringlar, yaxshisidan qo'yilgan lyustralar. Sifatlisidan. Gaz toshchalarga turtdi, suv kanalizatsiyalar o'tgan. Montaj ishlari ham tayyor holatda turibdi. Bir de mol için toshcha ham tozalab o'tilgan. Bog' tarafini gösterib o'tdik do'stlar. Yana biri bor. Lestnitsadan gösteramiz. Yine lestnitsadan tushib kelishdi. Ziloniy zonasi bog' qismi. Bu joyimizni orqa joyini gösterdik. Bu endi yaqinda remontdan chiqdi bu. Lestnitsamiz quyma lestnitsa üstüne laminatdan obshepkatni qo'yibdilar. Buralar bilan g'ollarni damirlarini qo'yib akkuratni yetib qo'yibdilar. Chiqarishimizda lestnitsamiz o'shaning ko'rinishida oppoq chiroyli yetib qo'yibdilar. Ikkinchi etajdagi sanuzelimiz bu do'stlar. İkinci etajdagi sanuzelimiz tapatalka kafiyatilangan. Rakvinalar qo'yilib, tayyor holatda turibdi. İkinci etajga chiqib kelsak, patologlar figura bilan bezatilgan, lyustralar antikvariumdan qo'yilgan. Chiqqanimizdan o'ng tarafimizda spalnyani üstü spalnya. Spalnyani üstü spalnyning do'stlar. İkinci xonamiz ham shunday ko'rinishda. İkinci xonamiz ham spalnyamiz ham devorlari mo'yshaboydan qo'yilgan. Patologlar ham gipsakordan figura bilan bezatilgan. Bu yerda do'stlar bir eshik qo'yib bersangizlar shura. Bir eshik qo'yib bersangizlar, bu yer ham bir xona bo'lib turaveradi. Xolasanızlar qo'yasanızlar, xolasanızlar qo'ymasanızlar ham bo'ladi. İkinci etajdagi holimiz bu. Patologlar esa gipsakordan figura bilan bezatib, lyustralarni ham yaxshisidan qo'yib berganlar. Balkonimiz bu do'stlar. Chiqib dam olib o'tiradigan yeri balkonimiz. İkinci etajdagi holimiz bu yine. Bağında zalımızın üstü zal. Zalımızın üstü zal bu. Bunun görünüşte. Hem bir laminat pol. Töplü pol ödelengen. Birinci, ikinci etaja. Mo'ysha boylarını koyup uzatib qo'yibdilar aşağıda. Do'stlar, birini puluna kelsak, $95.000 deb turibdi. Kelishiladigan yeri bor, do'stlar. Ekranlardan nömerlerimizni qo'yamiz. Telefon etsangizda ikkab kelishtirib beriladi. Bahasından qaytib aytilgan. Esa unda like bilan podpiskadan chiqarmanglar. Like podpiska etib borsanızlar,
Şu nisbətli salınğan yaxşı joylarını göstərib barışa hərəkət etəmiz. Kimdə kim uy joyunu satmaqçı yoki almaqçı olsa, reklama verməkçi olsa, ekranda nömrələrimizi qaldıramız. Telefon etsənizlə joylarınızı satılışına yardım etəmiz dostlar. Onda keyingi roliklərdə görüşünce dəb qalamız. Hayır dostlar, sağ salamat olunlar.